har doim ikkita chiroyli yonma-yon xonadon bo'lsa, realtorlar yoki kimdir reklama qilsa, aka-ukalarga, niyat qilgan og'aynilarga, yoshlikdan o'sgan do'stlarga deb tavsiya berishadi. Lekin hozirgi kunda afsuski uyda bola chaqa boqib o'tirgan erkaklar ko'payib ketgan, dvijeniyada pulga urib yurgan ayollar ko'p. Shuning uchun mana shu ikkita chiroyli, hashamatli xonadonlarimizni yonma-yon turgan opa-singillarga tavsiya qilgan bo'lardik. Yana o'zingizlar bilasizlar. Agarda olishni niyat qilgan aka-ukalar bo'lsa ham sotilaveradi. Yo'q, faqat opa-singillarga degan joyi yo'q. Xonadonimiz Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Central Nacharskiyda Turon sanatoriyasining ko'chasida joylashgan. Boylarni mahallasi ko'rishingiz mumkin. Bitta ham bundoroq xonadon ham yo'q. Hammasi juda ham chiroyli, o'zingizning urovingizga mos bo'lgan, qo'shnilarga ega bo'lib, mos bo'lgan xonadonda yashashni xohlasangiz, shu xonadonimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Bitta xonadonimizni ko'rsatamiz, ikkinchisi ham bir xil. Unda bismillah deb hovlisiga kiramiz. Juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin xonadonimiz remontlari, fasadlari atachenchi qilingan, oq rangda, oppoqqina. Ko'chasida o'zini letniy kuxnyasi, ko'chani o'zidan salom alaykum ko'radigan hojatxonamiz, hammasi как положено, zeleniy zonalarimiz chiroyli. Xonadonimiz 3 sotkga tushgan, 430 kvadrat metr, 3 ta urovini bor. Ichkarisi juda ham surprizlarga boy. Remontlari hashamatli, neoklassik uslubida qilingan. Narxini taxminan kommentariyada yozib turing, men remontlarini ko'rsatishni boshlayman unda sizlarga. Kiraverish eshigimizni ko'rishingiz mumkin. Oynali stiknyanniy. Bismillah deb oyoq kiyimlarni yechib kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda shunaqa chiroyli hol bizani kutib oladi. Darvozamiz avtomatik ochiladigan darvoza, bu yerda o'zini o'sha monitorlari bor. Ko'chadan bemalol gaplashib, kim kelganini kameradan ko'rib kirgizishingiz mumkin bo'ladi. Remontlarimiz aytib o'tganimdek neoklassik uslubida, однотонный, богатый ranglar, lustralarimiz ham chiroyli, neobычный. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda ayollarni yoqtiradigan o'sha har doimgidek kuxnyamiz. Kuxnyamizda texnikalari o'rnatilgan, kuxnya mebellarimiz ko'rib turibsizlar. So'nggi o'sha modeldagi kuxnya mebellarimiz. Bu yerda ikkitali muzlatkichimiz, Hoffman brendiga mansub bo'lgan mikrovolnovkalarimiz, hamma narsamiz o'z o'rnida. Faqat shu aytganimdek, stol-stullarni olib kelsanglar, mebellarni olib kelsanglar bo'lgani. Remontlari o'zimga juda ham yoqdi. Bu yerda zinamiz tepaga yoki podvorga tushishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi qavat ko'rib bo'lgandan keyin sizlarga menimcha birinchi, ikkinchi qavatni ko'rsataman, chunki podvorda sizlarni surpriz kutib turibdi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu yerda menimcha zalimiz kattaroq, maydoni, konditsioneri bor. Derazalarini ko'rib turibsizlar, sifatli derazalar qo'yilgan. Remontlarimiz uspakoyishi deydi, mana chiroyli, kakao rangdan sal ochroq. Menga juda ham ranglari yoqdi. Birinchi qavatimizdagi umumiy sanuzelimiz, eshiklari ham juda ham baquvvat, juda ham og'ir eshiklar foydalangan remontida. Bu yoqda menimcha yotoqxona qilib qo'ysa bo'ladigan xonamiz, eshigimiz bor, kichkinagina yarim qadam hovlimiz bor ko'chada. Bu hovlimizda shu xonadonimiz atrofida havo aylanishi uchun qoldirilgan, kichkinagina. Birinchi qavatimizni ko'rib chiqdinglar, yoqqan bo'lsa like bosinglar. Remontlarimizni men sizlarga ikkinchi qavatda ko'rsatishni boshlayman. Zinalarimiz baquvvat, g'ichillamayapti, juda ham zich qilib o'rnatilgan. Sifatli zinalarimiz. Bu yerda lustramiz, o'sha xonadonning hamma lustralari bilan bir xilda, bitta dizaynda qilingan, ajralib qolmagan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan ro'paramizda bizada общий sanuzelimiz o'zini jakuzzisi bilan. Jakuzi endi hozirgi paytda modadami, yo'qmi bilmayman, biladiganlar bo'lsa yozinglar, lekin o'sha eski modada jakuzi hamma boylarning xonadonida bo'lgan. Kimning uyida jakuzi bo'lsa, kommentariyada yozinglar, mana ham uyimda jakuzi bor. Bu bo'lsa ikkinchi qavatimizdagi, menimcha bolalar yotoqxonasi qilib qo'ysa bo'ladigan xonamiz. O'zini konditsionerlari, texnika qo'yish uchun rozetkalar qoldirilgan. Lustramiz o'sha bir xil dizaynda, butun xonadonda bir xil dizayn.
Ota-onalarni master bedroomini oxirida ko'rsataman. Ikkinchi qavatnikini bu yoqda o'zini balkoni bilan ko'rishingiz mumkin. Hovlimizga qaragan balkoni bilan xonamiz bor. Juda ham chiroyli. Mana shu yerda o'zidan ko'rishingiz mumkin. Hovlimiz anchagina katta. 3 sotixga tushgan dedim. Menimcha 3 sotixdan ozgina kattaroq. Ranglariga e'tibor beringlar. Ranglari juda ham usta qo'yishli. Bizning qanaqadir ranglardan foydalanilmagan. Bu yoqda ham bitta katta xonamiz. Och salati ranglardan foydalanilgan. Devorda dekoratsiyalar ham qoldirib ketishgan, ko'rishingiz mumkin. Bu xonani menimcha shu dam oladigan xona qilib qo'ysanglar ham yoki mehmonlarni kutib oladigan, ikkinchi qavatdagi mehmonlarni kutib oladigan xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bemalol. Juda ham chiroyli. Endi bo'lsa sizlarga master bedroomni ko'rsataman. Ya'ni ota-onalar yotoqxonasi. O'zini ichida dushovoy kabinasi, sanuzeli bilan. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, lyustramizda sal boshqacharoq dizaynerskiy yondashgan, devorlarimiz chiqqan bu yerda ham. Hozirgi paytda juda ham ko'p odamlar o'zini yotoqxonasiga televizor qo'yishyapti, chunki baribir nima deydi, komfort zonada televizor ko'rgan, boshqacha Yevropadan kirib kelayotgan narsa. Menimcha o'zbekona uylarda haligacha standlarda televizor yo'q. Agar bor bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tishingiz mumkin. Xullas, xonadonimizning ikkinchi qavatini sizlarga ko'rsatib o'tdim. Hozirgacha ko'rgan bo'lsangiz like bosing, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Nimagadir ko'rishlar soni kamayyapti, lekin bundan buyon faqat qiziqarli bo'ladi. Shunaqa eksklyuzivniy uylarni ko'rsatishni boshlaymiz sizlarga. Endi boshida aytib o'tdim, oppa singil dedim. Oilangiz bilan yashashingiz uchun juda ham yaxshi, yonma-yon. Endi ota-onangizni olib kelib qo'ysangiz ham bo'ladi bemalol. Hop, endi sizlarga yerto'lani podvolni ko'rsataman. Hozirgacha like bosmagan bo'lsangiz, endi like bosishingiz aniq, chunki podvolimizni juda ham neobычный qilib, chiroyli qilib qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin podvolimizni. Nimasi neobычный deyotgan bo'lishingiz mumkin. Katta xonamizni neobычный joyi bu yoqda. Sizlarga ko'rsataman. Like bosishga tayyor tursin barmog'inglar. Svetlar ochiq ekan. Ekonom ko'rishingiz mumkin. Xonadonimizni podvolida o'zini basseyni, dekoratsiyalari bilan chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoqda turetskiy saunamizni. Nima deysizlar? Menimcha bizani hozir kuzatayotgan erkak kishilar demayman, ayol kishilar ham hozirgi paytda dam olgani toqqa chiqib saunalarga borishi juda ham ko'payib ketgan. Shunaqa dam olishni yaxshi ko'radigan insonlar kuzatayotgan bo'lsa, nima deysizlar? Xonadoningizda shunaqa basseyn bo'lsa, shunaqa chiroyli dekoratsiyalar bo'lsa, shunaqa sauna bo'lsa, menimcha dam olgani haqqadir 40 kilometr, 50 kilometr yo'l bosib borishi o'zi ham kerak emas. Xonadon hamma tomonlama ideal, hamma tomonlama zo'r. Ko'rdinglar, 3 ta urovin 430 kvadrat metrdan iborat. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, endi bu yerda xonadonlar o'zi 1.900.000 mashaqalar narxi, lekin bu 740.000 so'ralyapti. Ikkalasini olib qo'ysangiz, menimcha chiroyli qilib o'tib beradigan joyi ham bo'ladi. Katta oila bo'ladigan bo'lsangiz, niyat qilgan bo'lsangiz, yoshligingizdan butun hamma oilamni bitta joyga yig'ib yashayman degan bo'lsangiz, agarda shu xonadonlarni sizlarga tavsiya qilaman. Lokatsiyasiga yana to'xtalib o'tadigan bo'lsam, Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Central Nacharski Turon sanatoriyasining shuna ko'chasida joylashgan. Va mana bunaqa o'zini vidlari, hovliga qaragan. Hamma narsasi idealni. Agarda shunaqa xonadon olmoqchi bo'lsangiz, sizga tavsiya bergan bo'lardim. Pastda telefon raqam qoldiraman. Milliy Realtor kuzatishda davom eting. Aksiyalarimiz davom etyapti. Videoni ulashing va xonadon qidirgan odamlarga yuborishni esingizdan chiqarmang. Like bosing, komment yozing, bizani kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh shunaqa xonadonlar hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'ling.